ishlarimizni ana haf tikashni olib qolganmiz. Ana akamiz Shofirkondan kelibdilar. Mana trubkalari yerdan ketib qolgan ekan, qo'parilgan. Buni taxlab konditsionerlarni zapravka qilib, ishlarni chiroyli qilib bitirib, davomini ham qo'yamiz, xudo xohlasa. Olib qo'ygan mashinamizni ham ishlarni chiroyli qilib bitirib berdi konditsionerlarni. Shu ko'ribdi. Bizda mashina farqi yo'q. Yuk mashina, yengil mashina, o'zimizni ishni qilaveramiz. Konditsioner, radiator, pechka masalasida mashina farqi yo'q. Bu mashinani taxlayveramiz. Mana olib qo'ygan ishlarimizni, o'sha ishlarni bitirdik. Qana ishimiz sizga yoqdimi? Shunaqa kimga konditsioner, radiator, pechka xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol kelaverasiz. Avtoservis 505 xizmatda. Bizda mashinani qiziq yo'li bo'yicha mashinani taxlaymiz.